Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Доброго здравия, дорогие друзья. Azizlar, bugun 25 aprel 2026-yil Toshkent shahridagi qush bozoridamiz. Tashqarida havo quyoshli +25. Дорогие друзья, сегодня 25 апреля 26 год. В субботнее утро я нахожусь в Ташкентском птичьем рынке. Сегодня в Ташкенте солнечно, довольно-таки жарко, +25. Bugun ham qadrli do'stlar, qush bozorini sayr etamiz. Qanday yangiliklar bor? O'tgan haftaga nisbatan qanchalik o'zgarishlar bo'ladi? Birgalikda kuzatamiz, aziz do'stlar. Ekskursiyamizni boshladik. Дорогие друзья, добро пожаловать на нашу экскурсию. Kiraverishda mushuklar. Bugun qo'la assalomu alaykum. Voy, shirintoy, bu nech pul ekan? Chiroyli ekan. Voy, bu mushukchalarni shirintoylar. Momiq. Qadrli do'stlar, men bilib turaman, ko'pchilikka qiziq narxlar, lekin hammasini narxini so'rash qiyin. Voy, buni kichkinaligini. Hamisha bolasimi? Juda kichkina ekan, yo'q. Yo'q, o'zi shunaqa. Shuna kichkina bo'ladi. Voy, kichkina ekan. Chiqqandan ham kichkina. Juda kichkina bo'lar ekan. Bitta zo'r mushukka ko'zim tushdi. Voh, assalomu alaykum. Voh. Bu sherxon ekan-ku. Nech pul ekan bu? $700. Ha, $200. Bu toza zotmi? Nima deyiladi buni nomi? Shinshilla. Tullayapti ekan-a? Shinshilla. Erkak-a? Ha, ko'rinishdan mo'ylovlari ham chanqaganmi bu mana? Salata shinshilla ekan. Yosh necha yoshda? 11 oylik. 11 oylik? Ha. Chiqib ketsa katta ekan. Rahmat. Uzr. 5 kilo besi bor. Ha, 5 kilo ekan vazni. Hozir. Voy, shirintoy, nech puldan bolachalar? 1 million so'mdan. Donasi, ha? Donasi. Bu-chi, buningiz nech pul? $0. Kastratsiya bo'lgan ekan. Ha, qiz bola-mi? Ha, o'g'il bola. Mushuklar ko'paydi. Bu bengal, ha? Bengal. Sizdan nomimiz. Yo'q, damashlik, duo qiladi. Yuzini ham ko'rsata olasizmi? Nech pul dedingiz? $200 dan kami bor. Bu oylikmi yo haftalikmi? Oylik bu. Nech pul beradi? Mushuklar bugun o'tgan safargidan ham ko'p. Qiziq. Assalomu alaykum. Voy, chiroyli mushuklar. Assalomu alaykum. Assalomu. Nech pul ekan bu? 600. Ustingiz bilan ataylab mos kiygansiz-a, menimcha. Uyg'unlashib ketibdi. Oo. Ikkinchi sherxon. Buningiz nech pul? Mana aytdim-ku. Ha, haligida bu. Ha, men ikkinchisi edim, men sherigida. Bu yoqqa o'tibsiz-da. Katta ekan lekin. 5 kilo dedingizmi? 5 kilogram besit. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Chiroyli ekan bular. Nech pul buningiz? Ikkalasini naqd olaman, sizlar idishlaringlar 500 ming beraman. Aha. Juda ham arzon. Ha, zo'r. Aha, xo'p, rahmat. Bir. Hala. Baliqlar mavsumi boshlandi, do'stlar. Katta ekan. Yak duse chor taraf jonivorlar bilan lim-molim to'la.
Quyidagi akvariumim hozircha bo'sh. Biror baliq solarman balki kelajakda. Endi shu hasharotxo'r qushlar tarafga tortaveradi. Ziyabliklar ko'p, ko'zim tushdi. Hozir tasvirga olamiz, lekin yurish qiyin do'stlar. Ko'rib turibsiz. Odam tumonat. Havo yaxshi bo'lganiga ko'pchilik bozorga chiqibdi. Menimcha bu assalomu alaykum. Yaxshimiz? Ha, bu amadinkalar. Qanday? Yo, ser. Bu seri yurok emasmi bularingiz? Ha, seri ya? Ha. Zodan amadinka ham deb o'yladim-da. Bu do'stlar Afrika qushlari. Kulrang yurok deb nomlanadi. Sayrog'i juda yoqimli. Mozambik yurokini ham eslatadi. Серые вьюрки тоже красиво поют. Necha puldan ekan narxi? 200 ming dollar. Donasi 200 ming so'm ekan, $18 примерно. Bu o'zingiz ochirmaganmisiz? Yo'q, afrikanskiy. Ha, yosh katta qushlar. Keyin qarang, mana bu boshqacharoq. Bu boshqa paroda, nari. Bu ham Afrikadan keldi. Mana shunisini bila olmadim lekin. Mana Afrikadan keldi. Друзья, вот как думаете, вот какая птица это? Она чуть-чуть по-другому выглядит. Вот это. Aha. Va, bularni o'tgan safar ko'ruvdim. Wow. Oldingi safar tasvirga olgan edik, faqat sal boshqa tomonda edi. Chiroyliligini qaranglar bilan, просто красавцы. Bu ham Afrika. Afrika qushlari, O'zbekiston. Ha, bu ham Mozambiklar, ha. Chechenistalar, bular. Super. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Sava ishqibozlari uchun. Uzr, kechirasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Telegramda gaplashib ismim Umid Mamajon. Ha, yozib turardi. Bo'ldi, esladim. Yaxshimisiz? Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Xabarlashamiz. Tasvirga oling. Rahmat, ko'rib xursand bo'ldim. Telegram orqali kanalimiz foydalanuvchilari bilan ham suhbatlashib turamiz. Bozorda ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Qora shaqshaqlar, chittelar, ziyabliklar. Ziyabliklar ko'p ekan. Bu qizil quyruq. Menimcha lisushka bo'lsa kerak. Hofiz bulbullari. Ola tosh shaqshaqlar ham bozorga chiqibdi. Mantikova saksatilis, pestro-каменные дрозды. Nech pul ekan bu? Oybek Xormey,
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanaqasiz? Assalomu alaykum. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? O'zingizdan ham bilan. Ha, endi kamaytirdim ancha. Nech puldan oy pyostranglar? 500 ming so'm so'radim, kami bor. 500 ming so'm ekan. Olatosh shaqshaqlar. Bular tog' shaqshaqlariga kiradi. Mantikalar. $45 просят. Bu qizil quyruq. Menimcha listushka bo'lsa kerak. По-моему, listushka. Hofizlar nech puldan bo'ldi? 250 ming. Voy, tushdan narxancha. Oldingi bozor 700 ming. 500 mingga ko'rdim. 500 600 ming. 250 ming so'm hofiz bulbullari. Bak. По $20 za Hafizov просто. Qora shaqshaqchi nech pul? Bu ham 250 ming. Bu ham 250 ming ekan, тоже $20 за черного дрозда. Uzr bo'ldi. Bir safar qilib bering, Muhammadga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormanglar yigitlar. Yaxshimisizlar o'zingizlar yigitlar? Charchadim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshimisiz? O'tgan safar ko'rgan maynamiz gapiradigan. Telefonni ko'ramiz, hali borgan. O'q. Aylantirib tushdingiz. Mayli, sog'. Yaxshi, rahmat. Mayli, bemalol. Xo'p. Kepek qurtlari mana yana keldi yoki olindi. Zofobuslar. Qadrli do'stlar, shu o'rinda kichkina ma'lumot berib ketmoqchi edim. Bu zofobus ko'rib turganimiz, bu kepek qurtidan yirik hisoblanadi. Ba'zilar aytadi, kepek qurti bermaslik kerak yoki juda kam berish kerak, zofobus ko'proq berish kerak deb. Hasharotxo'r qushlarning asosiy yagona ozuqasi yo'q. Har bir ozuqani o'zini ahamiyati bor. Ozgina zofobus, ozgina kepek qurti berishimizda hech qanaqa zarar yo'q. Yog' miqdori, kerakli elementlar bo'yicha zofobus va kepak qurti bir-biriga juda yaqin hisoblanadi. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimisiz? Bugun yangiliklar bor ekan u tepada. Uzr. Assalomu alaykum. Mana bular o'tgan safar yo'q edi. Eng chiroyli chittelardan biri. Uzun dumli chitti. O'zingizdanmi bu? Nech puldan ekan? 350 ming. 350 ming so'm ekan bu chupa-chupslar. Buni qush ishqibozlari chupa-chups deyshadi. Под $30 примерно. Chupa-chupsi, длиннохвостые. Shunaqa deyshadi rossiyalik ishqibozlar. Chupa dumi uzunligi uchun. Yo, sayroq ahamiyatli emas, o'zi juda chiroyli. Lekin nozik qush. Ha? Ha, juda chiroyli bo'ladi. Varakshkalaringiz yo'qdir, ha? Varakshkalar qolmadi. Keldimi o'zi? Keldi, sotilib ketdi. Tosh shaqshaqlar nech bo'ladi? Pyostranglar. Pyostranglar para 800. Bir jufti 800 ming ekan. Mana bular ham ko'payibdi ancha. Tutxo'rak. Bular nech puldan? 30 ming so'm. 30 ming so'm ekan. $2,5 chechevitsa. Yo'q, hofiz bulbullari. Boshqa yana hasharotxo'rlar yo'q-a? Uzr, kechirasizlar. Bu tutxo'rak, chechevitsa. Oddiy chechevitsa deyiladi. Mana bu bizada keladi. Giloslarda, tutlarda xushday chalib yeydigan shu. Yo'q, donxo'r.
Tumshug'i kalta, semiz, ko'pincha donxo'r bo'ladi. Ingichka, uzun qurtxo'rlarniki. Mana semiz, donxo'r. Mana ular ingichka. Qora shaqshaq, ingichka, uzun, qurtxo'rlar. Sağ ol. Hozir. O'tgan safar kaptarlarni syomka qilmaganimga ozgina ranjidi ham foydalanuvchilarimiz. Endi kaptar alohida olam, yaxshi tushunmayman. Mana shu chetidan ozgina olishim mumkin. Mana shu bittani. Chiroqmadi. Pablo Picasso bir payt tasvirlagan oq kabutar. Tinchlik ramzi sifatida. Kabutarlar o'zi aslida mana shu qator oxirigacha ketgan. Alohida mavzu do'stlar. Bu taraf donxo'r qushlar. Savalar, vyuroklar, kanaplyankalar. Bunlar donxo'r qushlar asosan. Kun isib ketdi. Darvoqe mana bu qush oti Uragus deb nomlanadi, lotincha nomi. Uzun dumli snigir degan nomi ham bor. O'zimizda uchraydi bu nari. Мы всегда встречаем Урагуса на рынке. Nech puldan ekan sizdanmi? Uragusiz nech pul? 100 ming so'mdan bo'lishi. Bu faqat nari? Nari. Modeli qolmadi. 100 ming so'm ekan. $8 qo'sh. Trapeza. Maydalab, yulib, yoqimli ishtaha chittakchaga. Bu guldor go'zal, bu malla bo'yin go'zal. Ikkalasi ham Markaziy Osiyo ziynatlari. Sayroq bo'yicha albatta malla bo'yin ustun, lekin ko'rinish bo'yicha guldor juda chiroyli. Chittaklar ozuqalanishiga e'tibor bering. Ular ozuqani, jonli ozuqani uzib yeydi. Bulbullar, qora shaqshaqlar yutib yuboradi. Malla bo'yin nech pul aka? Bu ham 100 bo'lsa kerak. Yo'q. Bu 2 yillik qush, 2 yil boqilgan qush. 200 ming so'm davomimiz. Malla bo'yin 100 ming so'm ekan. Chiroyli ekan, salom alaykum. Savalar sizlardanmi? Nech puldan? Ha, hammasi istalgan, ha? 350 ming so'mdan ekan. Ну, $32 примерно. Любая из птиц. Ну, видно, отборная. Saralangan. Savalar ekan. Juda chiroyli. Kechirasiz. Assalomu alaykum. Uzr gapinglarni bo'lishadi. Uzr. Kanaplyanka rang olgan payti ziyabliklar ham chiroyli. Pastda chishiklar bor ekan. Rahmat. Nima qilamiz? Suhbat qilamiz, xudo xolisa. Nega? Qiziqmi shu? Assalomu alaykum. Nech puldan ekan savaringiz? Har xil. Eng qimmati tepa. 3-qavatdagi qushlar eng qimmatlari 400 mingdan ekan. Вот самая верхушка, самая дорогая птица. Ну, $35-36. Pastlar arzonlashib ketyapti. Havo issiqligiga mana bu joylarda gavjumlik yo'q hozir. Chijiklar va ko'kchumchuq. Bu qarqinoq ekan. Hozir. Ha, bu chiroyli chikan. Yaxshi sayraydimi? Qora bosh. Bu ko'rinishi uchun asosan. Ha, juda chiroyli ekan.
Qorabosh chekan deydi adashmasam otini. Oldinglarmi? Yo'q, men Varakishdan oldim. Buni ham qo'shib olgin deyaptilar-da, shunga Ha? sayroqga ikkilanib turibman. Yo'q, bu sayroq uchun boqiladigan qush emas, lekin chiroyli. Chiroyli. Ha, ko'rinish uchun chiroyli. Ha. Chekanlar orasida menimcha eng chiroyli shu bo'lsa kerak. Bizada uchiradiganlar orasida. Kamde bu, kam Rahmat ko'rgan onam sayroq Bo- uchun qiziqaman deyman. Ha, boshi to'qaradi, yana ham to'q bo'lib 100 ming so'm ekan ana. 100 ming. Varakishga oldingizmi? Varakishga oldim bitta. Aha. Nech pul ekan varakishga? 100 ming so'm oldim. Ha, o'tgan safar ham undan sal arzon edi. Qidirib yuruvdim, topolmadim. Ha, yaxshi qilibsiz, sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat. Ha, men pastda ham bitta qushcha ko'ruvdim. Mana mashina bitta ko'rsatib yuborasizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizsiz? Mashinangizni. Ani hurpayib qolibdi bechara. Ucha olmasa kerak menimcha u. Ehtiyot bo'ling-da. Ha, uchib ketdi. Uchar ekan, uchta. Bu qarqinoq. Menimcha bulan julani bo'lsa kerak. Menimcha bulanni julan. Yonidagi kanyokmida uchirib yuborganingiz? Kanyok ha? Yilqichi deb nomlanadi. Rahmat. Yilqichi sal hurpayib turganida uni uchirib yubordi egasi. Выпустил. Конька. По-моему, лесной был. Ha. Assalomu alaykum. O'tgan safargi chertmalar, assalomu alaykum. Mana. Sezuvchanligi zo'r chertmalar. 3 gram 5 gramida. Ha, vazni. Ha, 2 dan 5 gacha. Badr aka, assalomu alaykum. Sizsiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamay, yaxshi yuribsizmi? Sekin Xudoga shetdamisiz? Yoki ha, tasvirga olib olib, bir suhbatlashamiz, xo'p? Bo'ldi, xo'p aka. Ha. Zo'r sezuvchanligi. Ha, chetdan. Xo'p, tutqushlar orqali bedanalarga yursak-chi. Bedanalarning ham mavsumi hozir. Bu oradan o'tib ketish ham oson emas. Ancha salqin joy ekan. Qizilbosh, virok, chiroyli qush. Mana bu chechevitsalar. Chechotka. Nima ekan? Narmi odam, modam. Uchalasi ham modam. Mana shu juda chiroyli ekan shu tutqushlar. Buni ranglarini qaranglar. Vay. Go'zal ekan. 4 ta do'st. O'tgan safar shu nuqtada rosa aksiya urgan edim, allergiya. Hozir ham burunda qichish bor. O'yin qaroq. Bu nech pul ekan bu? Bular kimdan edi? Mana qushingiz nech pul edi? 300 dollar. 300 dollar ekan. 300 dollar. Mani ham bugun uyqum shunaqa. Yetishmasmi? Ha? Svet o'qili sezmasmi? Bir chiqdim shot tomadim. Yo, ancha yil oldin u. 2 yilmi, 3 yil bo'lgan. Assalomu alaykum. Mana endi shu tomonga o'tib ketishimiz kerak.
Bedanalar rosa ko'p bo'lsa kerak bugun. Bugun shanba. Bolajonlarni bozorga olib chiqishgan. Kepay qurtlari ham ko'p ekan. Mana bu kepay qurti to'chkamiz. Assalomu alaykum, xormanglar. Salomlar yaxshi. Qaraqasizlar. Islomni anchadan beri ko'rmadik. Yaxshimi Islomning ishlar? Rahmat. Ko'p bugun a? Bugungi narxlar qanaqa bo'lyapti kepay qurt? Oshgan aka, oldingi haftadan bu yog'iga oshgan. Nech pul? Maydasini 25 beramiz. Yo'q. O, juda qimmat. Maydasi kepay qurti razmerida. Ha, zofobus. Bu zoxobus. Ha. Kepay qurti razmeri. Sredniysi kepaydan sal yiriroq. Aha, bu arzonroq. Ha, kepay qurtichi? Kepay qurti 18 ming beramiz. Maydasi bormi kepay qurtni? Uyda bilasiz. Bo'ldi. Xo'p. 15 ming. Bedanalarni olingchi, hozir qaytamiz. Anaqa tuzoqlar ham bor ekan. Assalomu alaykum xonimlar. Endi bu tarafga qanday o'tish mumkin ekan? Do'stlar, qanaqasiga tasvirga olish mumkin? Ha, bedanalar onaqa qopchalarda. O. Nech puldan ekan o'z bedanalar? 50 dan davomimiz. Yangilari? Yangi 50 ming so'mdan ekan, ha? Hozir tutilgan. Po 4 dollar. Mana bitta ko'rsatib olasizmi? Shuni nar modasini ajratishni e'tiboringlar, ha. Modasi yo'q ekan. Yo'q, o'z tomog'ini tegdi. Ha, qorasi modada bo'ladi. Erkakda bo'ladi. Ha, modada yo'q. Mana bu erkakga. Rahmat. Yurib yurish qiyin do'stlar. Ayniqsa mani komplektatsiyam bilan. Assalomu alaykum. Mana. Assalomu alaykum, xormanglar. Voh. Mana ashaqa yog'ochlarga ilib qo'yiladi. Bu o'zimizni mahalliy bedanalar. 50 lar ekan? 50 mingdan ekan. Ha. Yangi bedana. Bunda ko'rsatgan. Bedanalar o'zimizning mahalliy bedanalar 50 ming so'mdan. 4 dollar atrofida. Bir amallab o'tamiz endi. Aha, mashina borib olib ketdingmi? Kepay qurti va bedana juda mo'l bugun bozorda. Bu menimcha, assalomu alaykum. Bu Italiya bo'lsa kerak. Mana bu Italiya bedanasi. Bu 2 barobar katta. Narxi ham 2 barobar ko'proq bo'ladi. Nech pul edi? $100. Ha, 100 ancha qimmat ekan. O'zimizning bedana. Mana ham, mani bedanam. $100. Ha, xo'p. $100 ekan. Ochirgansiz a? Yo'q, oldim buni. Ha, oldingiz. Qanishdan oldim. Ha. Jamshiddan oldim. Juda moda bo'ldi bizda Italiya bedanalari. $100. Итальянский перепела сейчас у нас в тренде. Qovola bor ekan. Mana bunaqa. Bu tarafga ham bir o'tamiz endi bir amallab Uzur aka. Kechirasiz. Voy, mana kichkina qovoqchalar. Bu ustiga yopinchiqlar, to'r qovolaga havo o'tkazadigan matodan. Oho. Mazza. Ko'k choy damlab olib o'tiradigan joy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Rahmat. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat, sog' bo'linglar. Vo. Ha, o'shanda chiqdi, ha, shunaqa bo'ladi, ha. Rahmat aka. Rahmat. Har xil to'r qovolar.
Narxlari ham bor ekan mana. Cena. Assalomu alaykum. Hormang aka. Bunaqa idishlar ham chiqibdi. Hamma yoq bedana. Ba'zilar tasvirni texnik tomonlama sifati haqida gapirishadi. Kamera qimirlab ketgan, juda tez tasvirga olinyapti deb. Do'stlar, bu oson emas. Bozorda o'zi juda tumonat. Nazoratga olish qiyin hammasini. Shu bois kam ko'stlarga rozi bo'lasiz. Ana. Pastda endi jo'ja xo'rozlar. Qani bir qafas nuqtasiga ham bir o'taylikcha. Kimda yo'q? Mana shu tarafda bir juda yirik zoofobuslar ham bor ekan. Bu shirin toylarni. Qafaslarning nuqtasi sal o'zgaribdi bu joylar, ancha bo'lgandi kelmaganimga. Voy, tovus. Chiroyliligini. Wow. Nech puldan ekanmi? 1 million so'm ekan. Ochirgansizlar buni? Erkegi bu. Bu $90 где-то. Больше, может, чуть больше. Чуть-чуть. Qafaslarimiz mana bu joyda ekan. Assalomu alaykum. Qalin bambuklar ekan, to'rli bo'lsa kerak bu. Plastik qafaslar bu olinmagan ijodi bo'lsa kerak menimcha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bu taraf kanareykalar ham alohida mavzu do'stlar. Buni bir xos rolik sifatida keyin tasvirga olarmiz. Har xil idish, qafas, qush. Qadrli do'stlar, mana aylandik ancha. Qush bozorini aprel oxirlarida juda isib ketdi kun. Salomli, hozir. Mana bolajonlarni ham olib kelib tasvirga tushirsinmi? Voy, shirin toy mana. Qani? Rahmat. Mahalla kanalida. Mahalla emasmi? Mahallada chiqasiz. Yo'q, adashdingiz-ku. Kanalni adashtirdilar, lekin YouTube'da menimcha o'sha kanalda milliy. Mahallada paxta o'qib beradi. Yo'q, o'tda ishlamay. Yo'q, adashdingiz, adashdingiz. Ha, kanalni chalg'indilar ozgina. Lekin mayli, muxlisimiz ekanlar, rahmat sizga. Qadrli do'stlar, shu joyda reportajimizga yakun yasaymiz. Izohlaringizni yozing, ba'zi xatlarga javob bera olmasak, ma'zur tuting, imkonimiz boricha harakat qilamiz. Дорогие друзья, на этом заканчиваем сегодняшний репортаж. Надеюсь, для вас было интересно. До новых встреч. Omon bo'ling, mustahkam sihat, cheksiz saodat tilaymiz do'stlar.